Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 4-noyabr kungisi reklamamiz sizlarga Captiva bo'ladi do'stlar. Egalardan zo'r Captiva kelib turibdi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, kraskalari radnoy, yurgan probeg ham do'stlar 150 ming kilometrdan ozgina o'tgan ekan. Holati cho'tki holatda turibdi. 4 dona balonlar ham zo'rindan, yumshoqindan qo'yilgan. Görüşünüz mümkün. Holati zo'r. Tamirovkalar qilinib turibdi. Metan gaz ham bor ekan bunda do'stlar. 2 dona 65lik metan gazlar ham bor ekan. Holati zo'r. Mashinamiz cho'tki holatda turibdi. Salon holatini ham ko'rsatamiz. Salonlar ham zo'r. Görüşünüz mümkün. Video registrator hamma narsalari bor. Shuncha bo'lmagan ekan mashinamiz. Holati zo'r. Oldi ko'rinish ham Captiva 4 qilingan. 2015-yil 150 mingdan ozgina ko'proq yurgan. Narxini e'tibor beramiz do'stlar. Egalardan kelib turibdi 164 million so'm narx aytib turibdi do'stlar. Ustunda ozgina kelishib beradi, ko'p emas, ozgina. Barter variantimiz bor do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastida prямой egasining nomeri turadi. Bemalol aloqaga chiqsangiz mumkin. Xullas, mashinaning holati zo'r. Qora svet, hozir bilasizlar, to'y sezoni bo'lib turibdi. Bemalol olib to'yda har kun 300 ming so'mdan bizlarda endi Xorazm, Shavot rayonida 300 ming so'mdan to'yga chiqib turibdi. Captivada bemalol har kun 300 ming so'm pul ishlasangiz bo'ladi yana. Holati zo'r. Kim olib haydayman desa, ekranning pastida nomer turadi, bemalol aloqaga chiqsangiz mumkin do'stlar. Bu 3lik motor bo'ladi. 3lik motor 4x4, 4 degizga ham tortadi buni. Holati zo'r. Metan gazlari bor, rasxoti yo'q do'stlar. 2 dan 65lik 110 ming so'm bo'lsa, 110 ming so'm bo'lsa 250-300 kilometrdan kilometr yurib beradi do'stlar. Holati cho'tki holatda turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastidagi nomerga telefon qilamiz, bemalol prямой namoza o'tirib olib ketishingiz mumkin. Bunga barter variant ham bor. Bank ham aytib olsangiz bo'ladi do'stlar. 60 million so'm pulingiz bo'lsa, bemalol qolganini через bank aytib chiqarib beramiz. 60 million so'mingiz bo'lsa, bemalol telefonlashib shu Captivani olib haydashingiz mumkin do'stlar. Hammaga omad, birdan like ni bosib videoni tarqatib qo'yamiz do'stlar. Hozir ko'rishingiz mumkin. Tablolar ham shu 2015-yilda o'zgarib, Captiva 4nikining bo'lib chiqqan bo'ladi. Lyuklari bor. Xullas, cho'tki holatdagi Captivamiz.